Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Avvalambor, ojoyalar, oltavolar, ustinglardagi aql bosimlar, ehlamlar Alloh muborak qilsin, xayrli qilsin. Mana bu liboslardan chiqayotganda, gunohlardan paklangan holatda chiqishda Alloh taolo muvaffaq qilsin. Qiladigan safaringlar bexatar qilsin. Mana bu muborak safarda takror va takror nasib qilsin sizlarga. Alloh taolo qiladigan ibodatlarga kuch-quvvat bersin. Qiladigan ibodatlarga Alloh taolo o'zi dargohida maqbul aylaydigan ibodatlardan qilsin. Gunohlaringlarga kafforat, jannatiga to'g'ri, jahannamga tavba qilsin. Shuningdek, mana bu ibodatni qilib bo'lgandan so'ng xuddi onadan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi chiqishlaringizni muvaffaq qilsin. Amin. Shuningdek, al-umratun ila al-umra kaffaratun lima baynahuma. Umradan umragacha bo'lgan gunohlarga kafforatdir dedilar. Mana bu bir umra bilan butun gunohlardan poklanishni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Shuningdek, Payg'ambar alayhissalom aytganlaridek, al-madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Qani endi bilsalar edi, davomli qilsin. Shunga bosh-qosh bo'lgan ukalarimiz, okalarimiz bo'lsa, qalblari sog' bo'lsin. Yana qayta ko'rishga Alloh taolo nasib etsin. Gunohlardan pok bo'lib, shu yurtlarimizga borib, yurtlarimizga Alloh taolo baraka bersin, xonadonlarimizga baraka bersin. Bularni bolalardan, zurriyotlardan va bizlarning zurriyotlarimizdan qori qurra ular taolo bunga xizmat qilganlar chiqsin. Qayta tanga kelishga Alloh nasib etsin. Sallallohu alayhi sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Fazlika va karamika bi rahmatika ya Allah. Assalomu alaykum. Gunohda hammamiz saqlasin. Kimki nimay niyat qilgan bo'lsa niyat etsin. Qolgan bola chaqalarimiz, avlodlarimizdan chaqa kelish hamma Ismoil sallallohu alayhi vasallam. Yigitlar Alloh razı bo'lsin, hammalari xizmatda turishdi, juda xursand bo'ldik. Umuman inobat shakllanganlar. Sizlarga baraka bersin, Alloh razı bo'lsin. Doim sizlarga ham xizmatlaring mana shu o'zlariga o'xshagan yaxshi insonlar bo'laysiz. Qilayotgan xizmatlarni Alloh xolis qabul aylasin. Alloh kelajakda ko'p umrachilarni, xizmatlarni qilib, duolarni olib, o'zlari aytganlaridek gunohlardan xoli bo'lishlarini o'zi nasib aylasin. Alloh taolo kelajakda dinimizga, bu millatimizga, butun ummatga katta xizmat qilishlarini o'zi nasib aylasin. Alloh bizni ham qilayotgan bu niyatlarimizni qabul aylasin. Son omonlikda, xursandchilikda, mukammal holatda ibodatlarimiz, umralarimizni qabul qilishni o'zi nasib aylasin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. O'zing haqligi, birligi haqi hurmat Parvardigor olam. Mana shu yerga kelib namoz o'qiyman deb kelgan birodarlarning barlarini hamjorlarini sihat qiling. Gunohlardan fora bo'lgan holatda hammamiz eson-omon tinchgina uyga borib olishni nasib ro'zaylaysin. Kelmaganlar mana shu yerga kelib havo iboratlarni qilib, lekin ko'p iboratlar qilganlar qatorida qilgan Parvardigor. Amin. Allohu akbar. Shu yuzlarga bitta duo qo'yasiz. Agar shu yuzlar shu katta yordam berdi, Alloh rozi bo'lsin. Bitta duo qo'yasiz, bola chaqasini ota-onasiga. Amin. Bola chaqasini rozi qilsin ko'rsin. Ota-onasi bo'lgan sog'lom bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Mana shu kimga sog' bo'lib yurgan bo'lsa, ay sog'larni jannatlarga o'tib ko'rsin. Alloh akbar, rahmat. Ukalarimiz ibodatga kelganimizdan beri chin dildan xizmat qilishyapti. Xursand bo'ldik, Alloh rozi bo'lsin ilohim. Bularni xonadonlarga fayz baraka, tepalarida turgan duogo'ylarni umrlarini uzun qilib, rahmat qilsin. Amin. Payg'ambarimizning mehmonlariga xizmat qilishyapti. Bular Alloh taolo ikki dunyoda ajrlarini ko'paytirib bersin. Kelishdan xo'jakalarni ko'p ziyorat qildiring. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ترحمه ورحمة بركة القرآن والقضاء الحوائج وقضاء الفرائض وحسن الخواتم واستصفى القضاء الكريم وعلى آله وصحبه حكيم الاستعاذ نكتب لك على كل شيء يا رحمة Amin. Duo qiling. Yusufxon shu yerda qolarlar. Amin.
Salomat bo'linglar, Allohga omonat. في سبيل الكرامة لم تكن الشام غير قبلة